Assalomu alaykum. Bugun juda ko'pchilikni qiynaydigan savolni ochiq aytaman. Radar jarimalar tushgan bo'yicha kamaytirsa bo'ladimi? Minimal va maksimal jarimalar nimaga bog'liq? Qachon sud kamaytiradi, qachon umuman kamaytirmaydi? Degan savollar juda ham kelyapti. Hozir bu haqida sizlarga ochiqcha aytib o'taman. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks asosida tushuntiraman. Xo'p, O'zbekiston yo'l harakati jarimalari bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks asosida qo'yiladi. Radar orqali bo'ladigan bo'lsa, tezlik oshirilsa, avtomatik kamera qayd etsa, protokol avtomatik shakllanadi. Muhim jihat, agar kamera sertifikatlangan bo'lsa va qoidabuzarlik aniq bo'lsa, jarima qonuniy hisoblanadi. Ko'p moddalarda jarima minimal, o'rtacha, maksimal miqdorda belgilanadi. Kodeksga ko'ra sud yoki vakolatli organ qoidabuzarlik darajasiga qarab tanlaydi. Masalan, birinchi marta bo'lsa, oqibat bo'lmasa, tan olingan bo'lsa, minimal jarima qo'llanishi mumkin. Xo'p, endi qachon jarima kamaymaydi? Eng muhim joyi, quyidagi holatlarda jarima deyarli kamaymaydi. Tezlik ancha oshirilgan bo'lsa, qoidabuzarlik aniq bo'lsa, kamera xatosi isbotlanmasa, protokol noqonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa, sud amaliyotida radar to'g'ri ishlangan, dalil yetarli deyilsa, ariza rad etiladi. Qachon jarima kamaytiriladi? Eng muhim yaxshi xabar, jarima quyidagi holatlarda kamaytirilishi mumkin. Kamera joylashuvi qoidaga zid bo'lsa, tezlik noto'g'ri o'lchangan bo'lsa, avtomobil sizda bo'lmaganini isbotlasangiz, birinchi marta sodir bo'lganini isbotlasangiz, kodeksda yengillashtiruvchi holatlar tushunchasi bor. Sud shaxsni, holatni, oqibatni hisobga olishi shart. Xo'p, endi bu bo'yicha ariza qanday yoziladi deyishingiz mumkin. Ko'pchilik xato qiladi. Iltimos kamaytiring, holatim og'ir. Afsuski bu gaplar ishlamaydi. To'g'ri arizada bo'lishi shart. Jarima raqami, qaysi modda bo'yicha, qaysi holat yengillashtiriluvchi, aniq talab, masalan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan jarimani minimal miqdorda belgilashni so'rayman. Eng katta xato bu nima? Muddatni o'tkazib yuborish. Jarimaga belgilangan vaqtda e'tiroz qilinmasa, to'lanib ketilsa, keyin deyarli o'zgarmaydi. Xulosa: har bir radar jarimasi kamayadi, lekin to'g'ri holatda kamayadi. Qonunni bilgan odam yutadi. Agar xohlasangiz keyingi videoda qaysi radar jarimalari umuman bekor qilinadi, tayyor ariza shablonini beraman. Agarda meni kuzatishda davom etsangiz, bundanda zo'r sizga foydali kontentlarni ulashishda astoydil o'z hissamni qo'shaman. Yana shunaqa foydali kontentlar chiqishini xohlasangiz, YouTube kanalimga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Izohlarda o'z fikringizni kutib qolaman. Sizda ham shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, Telegramdan murojaat qilsangiz, sizga sud shabloni, qanaqa bekor qilish kerak, qanaqa advokat yollash kerak, qanaqa yurist maslahat keraklar bo'lsa, o'zim sizga yordam beraman.